Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulilloh thumma amma ba'd. Birodarimiz savol beribdilar. Meni ota-onam jihod maydonida ekanligimni biladi va jihodni tushunmaganligi sababidan va jihodni farzligini tushunmaganligi sababidan meni orqaga qaytib kel, vatanga qaytgin o'g'lim deb chaqirishadi. Men jihodda pulga muhtoj bo'lganligim uchun va jihod moddiy yordamga muhtoj bo'lganligi uchun qurol sotib olishlik yoki jihodga yordam berishlik maqsadida ular menga aytadiki, o'g'lim kelmoqchi bo'lsang yo'l kirangni pulini beramiz, qaytib kelasan degan taklifni qilishadi. Men mana shu jihodga yordam berish maqsadida mana shu pulni olib, so'ng esa jihodga yordam bersam va qurol sotib olsam joizmi degan savolni beribdilar. Alloh taolo barchamizni jihodimizni qabul qilsin va mana shu to'g'ri yo'lda sobit qadam qilsin. Islom dini bu adolat din va islom dini chin dil, sidiq din. Va islom dini doim rost gapirishlikka chaqiradi. Mujohid kishi eng chiroyli sifatlarga ega bo'ladigan, bu shariatni qoyim qilaman, Allohning kalimasini oliy qilaman deb yurgan inson mana shu mujohid hisoblanadi. Islom dinida yolg'on gapirishlik bu harom qilingan juda ham past sifatlardan. Bu nafaqat islom dinida, balki insoniyatni yolg'on gapirishlik butun insoniyatdagi bir pastkash bo'lgan va yomon, razil bo'lgan insonning sifati. Shuning uchun mujohid kishi mana bu ota-onasini bo'lsin yoki boshqasini bo'lsin, yolg'on gapirishlik bilan pul olishligi shar'an joiz emas. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, innalloha tayyibun la yaqbalu illa at-tayyiba. Alloh taolo go'zal va pokiza zot va faqatgina toza narsalarni, pokiza narsalarnigina qabul qiladi. Ya'ni insonni ibodatidan va mol va sadaqa berayotgan, zakotini chiqarayotgan narsalarning ichidan faqat pokizalarini, halolini, tozasini qabul qiladi. Biz mana bu yolg'on yo'l bilan olingan pul bilan, harom yo'l bilan olingan pul bilan jihodga yordam berishligimizda Alloh taolo muhtoj emas. Alloh taolo harom bilan yordam berilishlikka muhtoj emas. Balki biz jihodimizda eng pokiza, eng halol, eng toza pullarimizni va modomiki biz eng qimmatbaho bo'lgan jonimizni tikayotgan ekanmiz, pullarimiz ichidan ham eng tozasini, eng pokizasini berishligimiz kerak. Shuning uchun inson ota-onasini bo'lsin, boshqasini bo'lsin, aldashlik bilan, yolg'on yo'li bilan mana bu pulni olib, so'ng esa boshqa narsaga ishlatishlik joiz emas va buni zararlari ham so'ng odamlar mujohidlarni yolg'onchi ekanligini va mujohidlar mana shunday aldab pul olganligi haqida yomon ta'sir qoladida, natijada mujohid bilan boshqa musulmonlarning o'rtasida uzilishlik paydo bo'ladi. Shuning uchun biz mujohidlar eng chiroyli sifatlarga ega bo'lgan, adolat ahli, chin dildan va musulmonlarga namuna bo'ladigan, ularga bir doim qudva bo'ladigan odamlar bo'lishimiz kerak. Vallohu a'lam.